Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun Captiva 3 bunga yangi komplektatsiya olib kelganmiz. Oldingi obzorlarimizdan bu yana ham boshqacharoq obzor qilib qo'yishni lozim topdim. Kompyuterimiz italyanskiy Aiba firmaga tegishli DI160 bloki bo'ladi. Bu yangi blok. Oldin bilardilaring, biz har doim 100% qilar edik. Programma qilganimizda keyin 100% qilinadigan bloklarimiz tugab sotuvdi. Hozir buni yo'lga qo'ydik. Testdan o'tdi. O'zi 3-4 ta mashina qo'ydik. Hozir bu mashina nastroykaga keladi. Yana bitta kompyuterlarni ko'rsak, hamma yo'g'i idealniy turibdi. Egasi bilan hozir suhbat davomida probeglarni ham so'radik. Probeglar ham idealniy. Hozir ularni aytib o'tamiz. Bu italyanskiy blok bo'ldi. Oldingilari polskiy bo'lgan. Reduktorimiz Lavato italyanskiy bo'lyapti. Injektorlar o'sha i+ bo'lgan. Buni pastida qolgan. Termoplast bo'lgan trubka. Uстановкада e'tibor bersalar ham ortiqcha hech narsa ko'rinmaydi. Ko'pchilik kompyuterda endi bu katta blok, mana shu metlarga qo'yib qo'yishadi. Bu mumkin emas. Nimaga? Blok qattiq qiziydigan bo'lsa, radiatorda oldida u benzinga sakrab yuboradi. O'shaning uchun blokni ham har doim iloji boricha sovuqroq joyga qo'ygan ma'qul. Xo'p, balon 72 talik qo'yilgan. Balonni bitta ko'rsataylik. 72 talik ko'pchilik tushmaydi deyshar ekan. 72 talik balonni turishi hech qanaqa ko'rinmaydi. Sal uzoqdan ham olib beradigan bo'lsangiz, hech qanaqa balon tashqariga chiqib qolmaydi. O'zini baloni bilan pashti bir xil turadi. Ko'zga tashlanib ham qolmaydi. Xo'p, klutchatori salonda. Gazni qancha qolganini ko'rsatadi. Gaz ko'paysa ko'payadi, kamaysa kamayadi. Mana gazga o'tdi. Bu blokimiz o'sha boshida aytganimiz 100%lik. Yurishlari ham idealniy. Yurishlarni ham hozir bitta ko'rsatamiz. Bu hech qanaqa 1 gram ham benzin ishlatmaydi. Faqat benzinda qiziydi. Gazga o'tgandan keyin 100% gaz o'zida harakatlanadi. Gazda turibdi, ishonmaganlar negativlar yozib qolishi mumkin. Hop, gazda. Agar buni bitta ezadigan bo'lsangiz, benzinga o'tadi. Bu gaz. Aytishim mumkin, benzinda haydadinglar deb. Hop, tabloni ham ko'rishlaring mumkin. Chek, seqoncha hech narsa yonmaydi. Bu eko bilasizlar, o'chadi, buni orqani uzib qo'yishgan. Bu ortiqcha umuman tabloda hech qanaqa svet yonmaydi. Xo'p, endi bitta yurishlarni tekshirib ko'ramiz. Hop, to'xtadi. Ketdi. Ishlashi mumkin. Даже mashina buksovat qilyapti. Yo'limiz qisqa bo'lgani uchun juda qattiq bosib bo'lmayapti. Hop, hech qanaqa mashinada o'chib qolish, mana to'xtadi. Riski harakat qilganda ham hech qanaqa mashinada оборот tushib ketish, o'chib qolish, hech qanaqa nima bo'lmaydi. Hop, taxometrni olib bering. Hop, mana to'xtadi, riski. Hop. Оборот. Hozir yana bitta arqa oldi qilib ko'ramiz, ko'rasizlar, riski. Hop. To'xtadi. Hop, mana to'xtadi. Ketdi. Ko'pchilik bizga yozyapti, 100% qilib bo'lmaydi yoki qilsa ham muammo bo'ladi deb negativlar ham chiqib qolyapti. To'xtab turganda ham оборот turishi chotki. Hop, 72 talik balon qo'yilgan. Bu akamiz Toshkentga qatnashadi. Hop, 72 ta gaz bilan mashinamiz dальный rejimda 520 km harakatlangan. U degani bemalol bu 72 talik balon bilan shahar ichi 400 km eng kamida bemalol bu yuradi bu mashina. Danlida 520 km toshni yurishgan. Yurishlarni ko'rdilaring, umuman hech qanaqa muammo yo'q. Endi buni yurib ko'rsalar ham bilasizlar. Oldingi Captiva 3li motorlar obzor qilganimizda boshqa miya qo'ygan edik. Bu yana ham yangi, yana ham aqlli miya. Buni plus tomoni oldingilardan ham yana ham nadojniyroq, protsessori yana ham kattalashtirilgan. Haqiqiy Italiya o'zimizda qo'yib turgan Aiba firmani blok hisoblanadi. Hop, mana to'xtadi. Оборотлari, ishlashi. Hop, motorni ham bitta ko'rsataman, ishlab turishlarini. Hop, motor ishlab turgan holatda, mikrofonni ham yaqinroq olib boraman.
ovozini eshitsalar bo'ladi. Motor soatda ishlab turibdi. Endi misol uchun motor bizni kelgancha ham zo'r holatda bo'lgan, и gazda ham mana 100% da hech qanaqa muammosiz ideal ishlab turibdi. Demoqchimanki, agar benzinda mashina ideal bo'lsa, gazda ham xuddi shunaqa chiqadi, 100% dan hech qanaqa muammo yo'q. Benzin injektorlariga ham ta'sir qilmagan holatda. Xudo xolasa ko'rdilaring, uстановка ham akkuratniy qilingan, o'sha 5-6 zapravka yurishi hamma yo'q ideal. Mabodo sizlarda Captiva'laring bo'lsa, 100% komplektlarimizni yana olib kelib qo'yganmiz. Kimdir 3 qo'ysa yaxshi bo'ladi, kimdir 4 qo'ysa benzin qo'shadi. Yo'q, unaqa gaplar yo'q. Bemalol biz bu ishni 5-6 yildan bas qilardik, biroz oldin YouTube yurg'izmaganmiz. Endi hozir davomiylik qo'yib ketyapmiz. Bilmaganlarga ma'lumot o'rnida yana video joylashga qaror qildik. Xudo xolasa Captiva borlar bemalol gaz qidirgan kelaverasizlar. Chiroyli qilib shunaqa qilib qo'yib beramiz. Sog' salomat bo'lasizlar.